Uyg'ur xalqi 1949 yildan buyon Xitoy mustamlikasi ostida til bilan tasvirlab tugatkusiz ig'ir azob-uqubatlarni boshdan kechirgan bo'lsa-mu, ammo bugungacha bu azob-uqubatlarning ko'p qismi tarixga aylanib, bu zulmlarning javobgarlari jinoiy mas'uliyat bilan ayblanishdan yiroq qoldirildi. Dünya faqatla yaqinqi bir qancha yilda Xitoy yo'shirib qilishga amal qilolmay oshkorlangan jazo lagerlari va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi sababli Uyg'urlarga diqqat qilishga boshladi. Shundaqla bu qirg'inchilikning g'arb qimmat qarashlarini vayron qilishdek qudratga ega shaklda dunyoga tahdid paydo qilayotganligi Uyg'urlarning taqdirini g'arb qimmat qarashlari bilan bog'lab, Uyg'ur masalasini xalqaro kun tartibga elib chiqdi. Darvaqa har kim o'z manfaatiga munosabatli bo'lgan ishlarga qiziqadi. Öz mənfəətinə ziyarlıq bolğan işlərə qarşılıq bildirdi. İnsanlar öz mənfəətinə bevosita münasibət bolğanını his qılğandıla, ondan başqalarının işlərə öz işidək muamele qıla alaydı. Mana bu insan təbiətinin ortaq mahiyyətidir. Bugün, yəni 2022 yılı 11 ayının 30 günü Uyğur irqi qırğınçılığının ən mühim planlayıcısı və icraçılardan biri, şundaqla ən çoğ cavabkarlardan biri bolğan Xitay Kompartiyasının 3-cü avlod rəhbəri Sabiq baş sekretari və Xitay dövlət rəisi Jiang Zeminning 96 yaşında Beijingdə ölgənlik xəbəri dunyoga jakarlandı. Jiang Zeminning ölümü təbii holda nurg'un kishilarning diqqətini u Xitayda huquq yurgizgan 90-cı yillarga qaytardı. O'tgan asrning 90-cı yillari Xitoyning Uyg'ur siyosatida jiddiy o'zgarish bo'lgan. Bostirish kuchaygan, Uyg'urlar butkul millat gavdasi bilan qabohatli qismatlar qo'yniga majburiy so'rab kirilgan fojiali yillar edi. 1989 yildagi Tiananmen o'quvchilar harakati qonliq bostirilgandan keyin Shanxay shaharlik partikomining sekretari bo'lib vazifa o'tayotgan Jiang Zemin Deng Xiaopingning bevosita ko'rsatishi bilan Xitoy Kompartiyasining 3-chi avlod rahbari qilib bekitilgan edi. Jiang Zemin Xitoyda huquq tutgan mazgildagi Uyg'urlarning vaziyatiga nazar solgan bo'lsak, Barin inqilobi 5 fevral G'ulji qatliami qatorliq qonliq fojialar ko'z oldimizga keladi. Bu qatliamlar va inqiloblar Jiang Zemindan avvalgi Deng Xiaoping davridimi, Mao Zedong davridimi o'xshashli yuz bergan. Ammo Xitoyning 1978 yildagi 11 navbatlik 3-chi umumiy yig'inda islohot elib bordiganligini jakarlagandan keyin yuz bergan Uyg'ur qarshilik harakatlari bugungi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan chambarchas bog'langan deb qarashga bo'ldi. Jiang Zeminning Uyg'ur siyosati haqida eg'iz ichishdan avval Xitoy Kompartiyasining 2-chi avlod rahbari Deng Xiaoping va uning Uyg'urlarni idora qilish siyosatini tilga olishga to'g'ri keldi. Chunki masalaning beshi dal Deng Xiaoping davridagi Bingtanning asli keltirilishi va Uyg'urlarning atalmish islohotdan vaqtliq yiroq qoldirilishi bilan munosabatli bo'lganligidir. 1985 yili 12 dekabr Urumchida yuz bergan Uyg'ur oliy maktab o'quvchilarining zo'r ko'lamlik norozilik harakati dal Deng Xiaoping davridagi Uyg'urlarga qilingan bu adolatsizliklarga berilgan eng kuchli inkas hisoblandi. Chunki shu qatimliq o'quvchilar harakatida Uyg'ur yoshlari Bingtanning asli keltirilishiga qarshi turgan. Shundaqla demokratiya, erkinlik, barobarlik shuarini ko'tarib chiqqan edi. 1985 yildagi Uyg'ur o'quvchilar harakati 1989 yildagi Tiananmen o'quvchilar harakatidan dal 4-5 yil avvallar Xitoyni siyosiy tuzilma islohoti qilishga va g'arb ellardek demokratiyalashishga qistigan edi. Garchi bu harakat Tiananmen o'quvchilar harakatidek xalqaro ta'sir ko'rsatish imkoniga erisholmagan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hokimiyatini qattiq qo'rqitgan edi. Bu harakat bostirilib uzun o'tmayla, ya'ni 1988 yili 15 iyunda Xinjiang universitetining o'quvchilari fizika fakultetining hojatxona eshigiga Uyg'urlarni qattiq haqoratlagan Xitoycha xatlar sababli norozilik namoyishi o'tkazib, Urumchi ko'chalarini larziga keltirgan edi. Bu qitimmo Uyg'ur o'quvchilar yanala demokratiya, barobarlik va erkinlik shuarini tovlagan. Uyg'ur eldagi Xitoy ko'chmanlarini o'z yurtlariga qaytarib ketishni talab qilgan. Uyg'ur avtonom rayonini Uyg'ur xalqining o'zi idora qilishini istagan edi. Ammo bu harakatmo Xitoy hokimiyati tomonidan qattiq bostirildi. Yuqorqi 2 qatimliq Uyg'ur o'quvchilar harakatidan keyin Xitoyning 3-chi avlod rahbari bo'lib vazifaga o'tirgan Jiang Zemin bo'lginchilikka qarshi turish va muqimlikni saqlashni Uyg'ur avtonom rayonini idora qilishning eng muhim xizmat nizomi qildi. Jiang Zemin vazifaga o'tirib 1 yil bo'lmayla, ya'ni 1990 yil 4-oyda Barin inqilobi yuz berdi. Bu o'tgan asrning 90-yillar portilgan
Uyg'urlarning Xitoy hukmronligiga qarshi zo'r ko'lamlik qurolliq inqilobi edi. Baran inqilobining portlashiga sabab bo'lgan asosli omillarning biri Xitoy hukumatining Uyg'ur diyorida qattiq qo'lliq bilan yurgizayotgan planliq tug'ut siyosati edi. Chunki bu siyosat sababli Uyg'ur dehqonlari turli ziyonkashliklarga uchrash bilan birga Xitoy o'lkalaridan Uyg'ur eliga to'xtamay eqib chiqayotgan Xitoy ko'chmanlarining boylik manbalarini talon-taroj qilishi, Uyg'urlarning yashash imkoniyatlarini bargan sari taraytayotgan edi. Ammo Baran inqilobini tutqi qilgan Jiang Zemin Uyg'urlarning haqli qarshiliklarining xarakterini bo'lgunchilik, diniy asabiylikka bog'lab, ikki qatimliq Uyg'ur o'quvchilari harakatini asta-asta kishilarning diqqatidan yiroqlashtirdi. Chunki demokratiya, erkinlik va barobarlik shuarini ko'targan Uyg'urlarni bo'lgunchilik, asabiylik bilan ayblab, bostirishning badali balki Xitoy Kompartiyasining qonuniy asosini ta'virtib qo'yishga olib boradi. 1996-yili Jiang Zemin boshchiligidagi Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti 7-nomerlik hujjatni e'lon qilib, Uyg'urlarni Xitoy davlati ichidagi xalq dushmaniga aylantirishning tunji qadamini oldi. Jiang Zemin uchun 7-nomerlik hujjatning sababsiz chiqarilmaganligini isbotlash, Uyg'urlarning haqiqatanmi Xitoyning xalq dushmani ekanligini dunyoga qabul qildirish, hokimiyatning keyingi muqimligi va Xitoy Kompartiyasiga qarshi boshqa kuchlarning bosh ko'tarishining oldini olishdagi eng muhim qadam edi. 7-nomerlik hujjatda zarur bo'lgan diplomatiya choralaridan imkoniyatning boricha foydalanib, atalmış tashqi dushman kuchlar deb qaralayotgan Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarini hamda chegara sirtidagi Uyg'ur milliy harakatini parchalash va cheklash lozimligi o'tirib qo'yilgan. 1996-yilning boshlarida Xitoy Kompartiyasi chiqargan 7-nomerlik hujjat e'lon qilinib, 1 yil bo'lganda, ya'ni 1997-yil fevralda Uyg'ur elining G'ulji shahrida yana bir qatimliq Uyg'ur qarshilik harakati yuz berdi. Bu harakat Xitoy hokimiyati tomonidan qattiq bostirilib, 5 fevral G'ulji qirg'inchiligi nomida tarix betiga qoldirildi. Halbuki bu qirg'inchilik Jiang Zemin rahbarligidagi Xitoy hokimiyati tomonidan chet el kuchlarga chetilib, oqibatda 2002-yildagi Uyg'urlarni xalqaro terrorlik tizimiga kirgizishga yo'l ochdi. Xitoy hukumati Uyg'urlarning qarshilik harakatlarini xalqaro terrorlikning bir qismi qilib ko'rsatishga boshlagandan tortib, toki lagerlar masalasi xalqaroga oshkorlangan 2017-yillarga qadar Uyg'ur masalasi xalqaroga Xitoyning ishki ishi, Xitoyning zimin butunligini parchalashga uringan bir uchum Sharqi Turkistonchilarning bo'lgunchilik harakati deb tashviq qilindi. Texmo ichinarlik yeri shuki, hatto bir qism davlatlar va xalqaroliq organlarmi Xitoy ta'minlagan tashviqotlarga asoslanib, buni shundoq tushundi va qabul qildi. Shu sababdan Uyg'urlar o'z vatanida qanday zulmlarga uchragan bo'lmasin, insonlik haqlari qanchalik dafsanda qilinmasin, xili uzungacha xalqaro jamiyatning ko'ngil bo'lishiga va diqqatiga muyassar bo'lolmadi. Bu mezgillarda Uyg'urlar dunyodan umidsizlangan. Dunyomi Uyg'urdek bir millatni esidan chiqarib qo'ygan edi. Qisqasi, Jiang Zemin davri Deng Xiaoping 1980-yillarda boshlagan atalmış islohot va ishni echivetish bilan boshlangan Xitoy hokimiyatining 200 yillik planini amalga oshirishda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini xalqarodan yoshirib qilishning cho'nqur asosini turg'izgan bir davr hisoblanadi. Bu nuqtadan aytganda Jiang Zemin xuddi Xitoy Kompartiyasining birinchi avlod rahbari Mao Zedong, ikkinchi avlod rahbari Deng Xiaoping va bugungi mustabid Xi Jinpingga o'xshashlar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining bosh planlovchilari, buyruq berguvchilari va bosh javobgarlaridir. Mana bugun xalqaro jamiyat Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Xitoy hokimiyati yillardan beri davron silib kelgan qandaqdir bir uchun bo'lgunchilarning Sharqi Turkiston qurish uchun Xitoy davlatida tashkillagan terrorlik harakati masalasi bo'lmasdan, balki Uyg'ur avtonom rayoni degan nom berilgan. Avtonom huquqiy Xitoy asosiy qonuniga kirgizilgan bir zaminning egisi bo'lgan Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikka uchraganlik masalasi ekanligini aniq tunib yetdi. Uyg'ur masalasining bugun xalqaro kun tartibga kelishidagi eng muhim sababmi dal mushu yerdadir. Chunki dunyo kishilik huquq xitobnomasi va boshqa xalqaro qonun nizomlar nuqtasidan olganda kishilik huquq egilik huquqidan ustundir. Shuningmi Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikka uchrash masalasi Xitoyning ishki ishi bo'lmasdan, balki xalqaroning o'rtaq ishidir. Mayli Jiang Zemin yoki Deng Xiaoping va yoki tarixda Uyg'urlarga qirg'inchilik yurgizgan har qanday bir mustabid bo'lishdan qat'iy nazar, ularning o'limi hargizmo mas'uliyatdan qochib qutulganlik hisoblanmaydi. Ular Uyg'ur irqiy qirg'inchilik ustidagi jinoiy javobgarlikdan mangu qochib qutulolmaydi.